Biz kasallikni umuman davolamaymiz. Aksincha. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Biz kasallikni umuman davolamaymiz. Bizning vazifamiz va bizning klinikamiz vazifasi organizmda kasallik bilan kurashish uchun organizmni tayyorlashdan iborat. Bu juda katta mavzu. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Agar siz organizmda kasallik bilan kurashishni tayyorlamasangiz, bu mavzuga e'tibor qilmasangiz, siz ko'p va qimmat pul sarflashga, lechenlarni ko'p olishga tayyor turing. Lekin sizga bugun qisqaroq bu mavzuni yoritishga harakat qilaman. Ya'ni qanday organizmda kasallik bilan kurashishni ta'minlashingiz uchun avvalambor siz psixoemotsional holatingizni yuqori darajaga ko'tarishingiz, organizmda kasallikning qanchalik kuchsiz ekanligini siz his qilishingiz kerakligini sizga uqtirmoqchiman. Bu mavzu juda ham katta. Bu mavzuni to'liq yoritish uchun bitta video yetmaydi. Siz bu ma'lumotni to'liqroq olishni istasangiz, bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. To'liq ma'lumotlarni ketma-ketlikda qo'yib boramiz.